Uzun CSS dersiga 6-cı qism CSS tur tanlagıç. Tur tanlagıçqa chekit belgisi orqali aniqlim bermez. HTMLda class orqali aniqlim berib yozildi. Masalan, CSS kodda qaraydigan bo'lsak, CSS kodda ma chekit berib, ma red qizil holatda yozilgani, buningki tur tanlagıç bo'ladi. Ma HTML kodida mana ma p ga class tang red. Ma class orqali ma bu tur tanlagıçni yetkazib ishlatamiz. Anondan keyin eskartilgan ish tur tanlagıç nomining birinchi harfi raqam bo'lsa bo'lmaydi, chunki Mozilla va Firefox tor ko'rgishlarda inovatsiz xizmat bo'lib qoldi. Maratninki birinchi harfi bunda 1-2-3 holatiki bunda raqam bo'lib qolsa bo'lmaydi. Cho'qim harf bilan boshlanish kerak, inglizcha harflar bilan anondan keyin bu oxiri raqam bilan oxirlashib bo'ldi. Ikkinchi tur tanlagıç bilan boshqa tanlagıçlarning munosabati. Tur tanlagıçni ID tanlagıçga o'xshash hosliy tanlagıç qilib ishlatishga bo'ladi. Masalan, hosliy tanlagıç qilish uchun ma p-ninki ma oxirga ma ko'k degan qiymatni yozgan bo'lsam, ma bu p-ning ichidagi p-ning o'zi ma bu yeshil rang. Anondan keyin ma bu span deb moyada tur tanlagıç qo'shdik, ko'k deb buning rangi ko'k rang. Tor ko'rgichdagi unumni ko'radigan bo'lsak, mana bu holatda ko'rindi.